Assalomu alaykum hammaga. Ko'pchilik mendan telefon qilib so'rashadi. Biza samoyka sohasiga kirganimiz uchun samoykani ichida nima zapchaslari bor deb sizlarga shuni qisqacha tushuntirib o'tmoqchiman. Har bitta samoykani ichida mana bunaqa ikkita konsoli bo'ladi va ulkalari bo'ladi. Bu ulka degani ko'pchilik dozator ulka deydi. Bu ximika qachat qiladigan nasos bo'ladi, samgilamni va invertorlik bilan oddiy puskatellik ko'rinish mana shunaqa bo'ladi. Bu oddiy puskatel, mana bu invertor bo'ladi. Bu bilan buni narxi $200 ga farq qiladi. Tepadagisi arzonroq, bunisi qimmatroq. Va buni O'zbekiston bo'yicha olib borib, ustanovka qilib berish shuni ichida bo'ladi va miyalarimiz har xili bor. Buni bittasini tanlab olsangizlar, o'sha qarab narx-navo chiqadi sizlarga. Chunki bunisi Rossiyadan keladi, qimmatroq chiqadi. Bunisi mana bular o'zimizda qiladi arzonroq. Mana bular ham Rossiyadan, bular zakaz asosida keladi Rossiyadan. Va buni pistoletlari bor hammasi. Buning ichida ustanovkasi va pistoletlardan chiqadigan shilankasi, konsolgacha, konsoldan motorgacha boradigan liniya 30 metr bo'lsa, buni hammasi ichida bo'ladi. Agar undan oshadigan bo'lsa, qanchadir summa to'lash kerak bo'ladi. Bu shilankani metrga qarab. Va biz sizlarga qo'yib bergan narsamiz xuddi mana shu turishda bo'ladi, samoykamiz. Mana motori, pompalari joyida olib borib bitta-bitta hammasi yig'iladi. Buni o'zimizda mutaxassislarimiz bor, o'rgatib berishadi va buni ichiga mana bunaqa korridorjatel, pistolet qo'yadiganlar hammasi shuni ichida bo'ladi, borib qo'yib beramiz. Va qanaqadir servis yo buziladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqsangizlar, tushuntirib beramiz. Bizning odamlarimiz borib qilib berishadi. 3 kundan 5 kungacha borishadi. Bu O'zbekiston bo'yicha amal qiladi. Buni garantiyasi 6 oydan 1 yilgacha. 6 oy davomida mana motori, pompalari bu narsa bo'lsa qilib beramiz. Va miyalariga 1 yil garantiya beramiz. Bu buzilsa o'zimiz yonimizdan borib qilib beramiz. Faqat bu zavodskiy qanaqadir buzuq yo'q, qanaqadir ishlamaydigan bo'lib qolsa, agar klient tomonidan qiladigan bo'lsa, bu albatta pullik bo'ladi. Va sizlarga yana aytmoqchi bo'lganim, internetda hech kim aytmagan narx-navosi qanaqa bo'ladi? Sizlarga hozir bitta-bitta tushuntirib o'taman. Qara bitta apparat narxini. Mana bunaqa apparatlarimiz bilan $2800 chiqadi. Bu puskatel bilan. Agar invertorlik bo'lsa, hozir boya ko'rsatganimdaqa bu $3000 dan chiqadi har bittasi. Agar bunga kartali qo'yiladigan bo'lsa, alohida kartasi bo'ladi. Bu karta bilan klientga bersa bo'ladi, bonusni qilsa bo'ladi va pulini ko'rib VIP karta qilib foydalansa bo'ladi. Bu 3200 dan chiqadi. Va apparatni ko'rinishiga qarab, Rossiyadan kelganlar 3500 dan chiqadi bular. Bunda rassamochkasi bor. Rassamochkasi olib kelishi bor. Bu zborkasi Rossiyada bo'lgani uchun 3500 shunaqa narx chiqadi. Va mana bunaqa yangicha variantlari kelgan bizga. Va yashili mana bunisi 4200 dan chiqadi hozirgi momentda, chunki buni pol o'zi ham qimmat, kelishi ham, zborka bo'lishi ham ko'p vaqt talab qilgani uchun. Buni biz zakaz oladigan bo'lsak, 1 oygacha klientdan vaqt olib keyin qilib beramiz. Mana biz ham xuddi shunaqa, buni vaqti 20 kunda tayyor bo'lib, bu ham Rossiyadan keladi. Buni o'zimiz qila olmaymiz. Mana bularni hammasi o'zimizda qilinadi. Shuning uchun bular arzonroq chiqadi, anchagina arzon chiqadi. Mana bunaqa narsalar 2800 ko'rinishi. Bu O'zbekiston bo'yicha olib borib ustanovka qilib beramiz. Boyaga aytganimdek, garantiyasi bilan hammasini o'rnatib beramiz. Va bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va qanaqa kerakli ma'lumotlar, yangiliklar bo'lsa, sizlarga ko'rsatib boramiz.